Qadrli do'stlar, mana sehrli eshik. Ishonmaysizlarmi? Bu ish qilib yotish shart emas ekan. Shu eshikdan uchta o'tsa bo'ldi ekan, hammom bitar ekan. Qani bitta o'tib ko'raylik sinab. Qani. Mana, bu sehrli eshikdan kirganda nafaqat hammom bitar ekan, kiyim ham almashib qolar ekan. Xo'p, biz Sajobod qishlog'ida hammomimizni bitirdik. Kirganda pishirga, kirganda o'y qo'lda rakovina va chiroyli kimishtirlari bilan issiq sovuq suv hammalar joylashgan mana. Sovuq qo'ygich, tish pasta, yonadigan oynalar bilan, bu yerda esa 80 ta Royal Aristonimiz, bu yerda esa tahoratxona. Mana chiroyli holatda ishlayapti. Sovuq suv. Bu yerda esa to'g'rida mana vannali dushovoy zonamizni qildik. Chiroyli holatda mana ishlayapti. Mana dushovoylarni chiroyli ishlayapti. Endi bu yerda esa mana unitaz qo'yib berdik. Unitazimizda juda chiroyli holatda juda chiroyli joy o'rnashgan va ishlagan. Bu holatda. Juda chiroyli ishlamgina hammom bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, aloqa ish ko'rasizlar. Xo'p, material bilan xizmat haqida aytib ketamiz. Materialiga 15 million ketdi. Bu hammomni bitishi ko'chada ishlar ham bor edi. Motor o'rnatildi. Tepaga yo'nkis qo'yildi, 50-60 metr joylar kovlandi. Tepa tashqarida ishlar ham bor. Bir kun, 2 kun tashqarida ham ish bo'ldi. Xo'p, 6 kunda bitirdik. 15 million material xizmati bo'ldi, 5 million xizmati bo'ldi. Xizmat bo'lsa aloqada nomerlarimizga telefon qilasizlar.